его стихи посвящены «Берегите родителей при жизни, любите их при жизни». Вот этого я и хочу спеть. Ota-ona davri olamda ajab davron ekan. Ota-ona davri olamda ajab davron ekan. Bu ajab davronni qadrin bilmagan nodon ekan. Kim agar hurmat qilsa, birla ularga boqmasa, ul odamning narxi eski tangadan arzon ekan. To'g'ri yo'lni ota-ona ko'rsatib farzandiga, otalar farzandga ko'zu, onalar mujgon ekan. Ota-onangni duosi bo'lsa boshingda agar, quvvat uchun Makkada har oyati Qur'on ekan. Ota birla onasi yo'qlar ruhu didor uchun ul mazar ostonasiga hamma uyturg'on ekan. Ul jahonda barcha insonlarni ko'rdim birma-bir. Ba'zilar boshga yetimlik dardidan giryon ekan. Bir kelish bor, bir ketish bor, barcha inson boshiga, gul tabiat ishlariga har kishi hayron ekan. O'z uyimning gullaridan yayramay qoldi dilim. Ota-ona bo'lmagan hovli qaro zindon ekan. Ota-ona axtarib Ilyos junun sahrosida, sochlari belga tushib Majnun sifat yurg'on ekan. Ota-ona axtarib Ilyos junun sahrosida, sochlari belga tushib Majnun sifat yurg'on ekan. Borligida hurmat aylang ota-ona, ota birla onani, chunki ota-onalar farzandiga qurbon ekan.